Milliy kurash bu faqat sport emas, balki sabr, jasorat va vatanga sadoqatni tarbiyalaydigan hayot maktabi. Bu an'ana yoshlarda intizom, halollik va vatanparvarlikni shakllantirib, xalqni birlashtiruvchi va milliy g'ururni mustahkamlovchi ma'naviy rishta vazifasini o'taydi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Asrlar qa'rida shakllangan jasorat, matonat va milliy g'urur ruhi bugun ham Surxondaryo zaminida barhayot. Bekorga bu diyorni polvonlar yurti deb atashmaydi. Chunki bu yerda kurash shunchaki sport emas, avloddan avlodga o'tib kelayotgan muqaddas an'ana, milliy ruh va xalq taqdirini o'zida mujassam etgan tarbiya maktabi. Surxondaryo azaldan kurash maydonida o'z so'zini aytgan. Yurtimiz va jahon arenalarida munosib g'alabalarga erishgan polvonlari bilan tanilgan. Bu zamindan yetishib chiqqan yuzlab nomdor kurashchilar nafaqat g'alaba qozongan, balki o'z maktabini, o'z yo'lini, o'z an'anasini yaratgan. Shu ma'noda kurash Surxondaryoning haqiqiy tashrif qog'oziga aylangan. Termiz tumanidagi sport maktabda faoliyat olib borayotgan Jahongir Jumayev ham belida belbog'i bor. Gilam yuzini ko'rgan haqiqiy polvonlar safida. U ilk qadamlarini usta polvonlarga shogird kurash siru asrorlarini o'rganishdan boshlagan bo'lsa, bugun esa o'sha muqaddas an'anani davom ettirib, yosh avlodga kurash ilmini, polvonlik odobini va g'urur maktabini o'rgatib kelmoqda. Milliy kurash sport turi bilan 10 yoshimdan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Natijalarim O'zbekiston chempionatida sovrindor bo'lganman. O'zimning bobolarim kurashchi bo'lgan. Trener vazifasini bajarib kelmoqdaman. O'zim Termiz Olimpiya zaxiralar kollejini kurash sportini tugatganman. Umumjismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'lish kerak bo'ladi. Bolalarni 7 yoshdan qabul qilmoqdamiz hozir o'zimizga. Yaxshi sportchilarni chiqarib kelmoqdamiz Termiz tuman sport maktabida. 100 dan ortiq sportchilar qatnashmoqda sport maktabida hozir. Viloyat chempionatida qatnashyapman. Navoiyda bo'lib o'tayotgan respublika miqyosida 20 dan ortiq sportchilarimiz qatnashib kelmoqda. Kurash sport turi halollikni yaxshi ko'radigan sport turlaridan biri bu. Kurash muntazam shug'ullanishni talab qiladi. Bugungi kunda kurash sport turining boqiy an'anasi yangi O'zbekiston siyosati bilan uyg'unlashib, yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kurashni rivojlantirish va ommalashtirishga qaratilgan qarorlari Surxondaryoda ham amalda o'z ifodasini topmoqda. Hududlarda ixtisoslashtirilgan sport maktablari va seksiyalar tashkil etilmoqda. Mashg'ulot zallari zamonaviy talablarga mos ravishda yangilanmoqda. Zamonaviy inventarlar bilan ta'minlanmoqda. Ana shu sharoitlar Quvonchbek va Shohjahon kabi yosh kurashchilarning o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, mahoratini rivojlantirish va kurash maydonida yetuk sportchi sifatida shakllanishiga zamin yaratmoqda. Kurash sport turi bilan 5 yildan beri shug'ullanaman. Kurash sport turi menga juda yoqadi. Kurash bilan shug'ullanib, inson chiniqadi, sog'lom hayot kechiradi. Men hozir O'zbekiston chempioni bo'lish uchun tinimsiz mashq qilmoqdaman. Ishonamanki, ustozlarimdan o'rganayotganim meni O'zbekiston chempioni qiladi. 4 yildan buyon kurash sport turi bo'yicha shug'ullanib kelaman. Ko'plab musobaqalarda qatnashib, faxrli o'rinlarda qo'lga kiritganman. Kurash sport turi menga yoqadi. Har safar g'olib bo'lganimda hakamning halol degan so'zi menga yoqadi. Men ham surxondaryolik akalarimga o'xshab O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'taraman. Surxondaryoda kurash bu faqat bellashuv emas, bu har bir harakatda jasoratni, har bir urinishda sabr toqatni, har bir g'alabada vatanga sadoqatni tarbiyalaydigan hayot maktabi. Kurash orqali yoshlar intizomlilik, halollik, o'zaro hurmat, vatanparvarlik kabi fazilatlarni o'z qalbiga singdirmoqda. Shu bois ham Surxondaryo zaminida kurash bugun ham xalqni birlashtiradigan, avlodlarni tutashtirib turadigan, milliy g'ururni mustahkamlaydigan ma'naviy rishta bo'lib qolmoqda. Kurash sport turining qoidalari hayot qoidalariga o'xshaydi. Umuman g'irromlikni yoqtirmaydi. Bu yerda halollik hamisha ustun turadi. Kurash bu shunchaki sport turi emas. Bu mamlakatning g'ururi, iftixori. Bu mamlakatda istiqomat qilayotgan yigitlarning o'z sadoqati va shuningdek sha'ni, qadr-qimmati desam ham yanglish aytmagan bo'laman. Shu boisdan ham o'zbek polvonlari kurash tushganda ular xalqining jasurligini, mardligini, oliyjanob va tantiligini, qolaversa, hamisha halolligini isbotlab maydonga tushishgan. Belingdan belbog'ing tushmasin degan mana shunday niyatlar ham bejizga aytilmagan va Surxondaryoning tashrif qog'oziga aylanib ulgurgan. Surxondaryo polvonlar yurti degan nom olishiga sabab bo'lgan sport turimizni bugun o'rganuvchilar ham, o'rgatuvchilar ham va mana shunday sport maydonida g'oliblikni qo'lga kiritayotgan yoshlarimiz ham bor. Demak, bu sport turi hali ne zamonlar o'z obro'sini, nufuzini va jozibadorligini yo'qotmaydi.